Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Muslim. Birinci kısım. İkinci kitap Kitab-ül İman. İmanın kitabı. 7. bab İman, İslam, ihsanның bayanı. Allah Taala'nın takdiriga iman keltirishning vajibligi. Takdirga iman keltirmagan kishilardan bezar bo'lishning dalili va shundoq kishilar haqida deyilgan qattiq ig'ir so'zlar to'g'risida. İmam Muslim rahimahullah mundaq deydi. Biz bu hadis kitabını Allah'ın yardımı bilan başlaymiz. Allah bilan kifoyalanamiz. Bizning tavfiqimiz, muvaffaqiyatimiz faqat Allah Taala'nın yardımı bilan bo'ladi. 59. hadis. Mana Abu Haysamat Zuhri mundaq hadis so'zlab berdi. Uningga vaki Kahmasdan, Abdullahdan, Yahyadan so'zlab beribdi. Bizga Ubaydullah ibn Muaz mundaq hadis so'zlab berdi. Uningga dadisiga Kahmas ibn Buraydadan, Yahyadan mundaq hadis so'zlab beribdi. Yahya mundaq deydi. Basrada tunji bo'lib taqdir to'g'risida xato, bid'at so'z qilgan kishi Ma'badul Juhani edi. Men Umayda ibn Abdurrahman bilan birga faraz qilgan yoki umr qilgan oldi mangdim. Biz ichimizda agar biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir kishi uchrashib qolsak, shu kishilarning taqdir to'g'risidagi so'zlar to'g'risida so'rab boqamiz deyishdik. Bizga Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu masjidga kirgan holda muvaffaq kelib qoldi. Men Amrohim bilan birga birimiz uning o'ng tarafiga, yana birimiz uning so'l tarafiga o'tib, uning yanida turdik. Men Amrohimning so'z qilishini menga topshirganligini gumon qilib, "Ey Aba Abdurrahman, biz tarafda bir turkum kishilar oshkora bo'ldi. Ular Qur'on o'qiydi, ilmini voyaga talab qilib, chonqur ilm oladi. Lekin ular taqdir degan narsa mavjud emas. Kishilar o'zligida yangilanib bo'laveradi. Hech bir ishga taqdir yoki Allohning ilmi ilgirlagan emas deb da'vo qiladi" desam, Ibn Umar radhiyallohu anhu, "Agar sen ularga uchrashib qolsang, mening ulardan bezor ekanligimni, ularning mendan bezor ekanligini ularga xabar qilib deb qo'ygan. Alloh bilan qasamki, agar ularning birarsining Uhud tog'idek oltini bor bo'lib, u shu oltinlarni Alloh yo'lida nafiq qilsa-mu, taqdirga iymon keltirmaguncha Alloh uningdan barliq nafiqlarni qabul qilmaydi." Menga dadam Umar radhiyallohu anhu mundaq so'zlab bergan. Bir kuni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida edik. Tuyuqsiz bizga chechiq qop-qora, oppoq kiyimlik bir kishi chiqib keldi. Uning ustiga safarning asri ko'rilmaydi. Uni bizdan hech bir kishi turmaydi. U kishi kelib ikki tizini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki tiziga yo'lab, ikki qo'lini ikki yo'tsiga qo'yib, o'ltirib mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, menga islom to'g'risida xabar bergin. Islom degan nima?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam İslam degan, ya'ni musulmonchilik degan Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Haqiqatan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi deb guvohlik berishing, namoz o'qib, zakot berishing, Ramazon oyida ro'za tutishing, yo'l jihatdan qodir bo'la olsang, Baytullohni ziyorat qilib, haj qilishing islomdir dedi. Ondan u rost deding, to'g'ri aytding dedi. Biz uning o'zi savol so'rab, yana o'zi tasdiqlab rost deding deyishidan hayron qoldik. U yana "Menga iymon to'g'risida xabar bergan, iymon degan nima?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon degan Allohga, farishtalarga, kitoblariga, elchilariga, qiyomat kuniga, taqdirning yaxshi yomonlariga shaksiz ishonishingdir dedi. Bu kishi rost deding deb menga ihson to'g'risida xabar bergan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihson degan Alloh taologa sen uni ko'rib turgandek odat ibodat qilishingdir. Agar sen Allohni ko'ra olmasangmi, haqiqatan Alloh taolo seni ko'rib turadi. Agar sen Allohni ko'ra olgan chog'da qanday ibodat qilsang, hozirmi sen uni ko'rib turgandek shunday ibodat qil. Mana bu ihson dedi. Bu kishi menga qiyomat to'g'risida xabar bergan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat to'g'risida savol so'ralg'uchi men qiyomat to'g'risida savol so'rag'uchi sendan olimroq emasman. Men sana qiyomatning alomatlarini xabar qilib deb beray dedi. Cho'ri qiz o'z xo'jayinini tuqqanda, ya'ni dedekning bolasi bosh xo'jayin bo'ladi. Ana shu qiyomat alomati. Yalangoyoq kishilar insonlarga bosh rais bo'ladi. Bu qiyomatning alomati. Chorva mol boqadigan qo'y padilchilari binokorlik qurilishini bir-biridan egiz selish bilan baslashib ketadi. Mana bu qiyomatning alomatidir dedi. Ondan u kishi ketdi. Men bir oz turgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey Umar, savol so'rovchining kimligini bilamsan?" dedi. Men
Allah ve onun elçisi obdan biladi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten o Cibril buludu. O sizlerge dininglarni ögütüp koyuş için kelgen dedi. Muslim, Nesai, Ebu Davud, İbn Mace toplagan. Sahih. Bu hadis akidenin asasıdır. 60. 61. 62. hadislerin hemmesi yukarıga okşaş. 63. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan hatırlangan bulup yukarıga okşaş. Buningda yalang'och, yalangoyoq, gaskacha kishilar zaminning podshohi bo'ladi. Qo'y podachilari binokorlik qilishni bir-biridan egiz elish bilan beslashib ketadi. Mana bu qiyomatning alomatidir deb besh qayib bo'lib, Allohdan boshqa hech bir kishi uni bilmaydi. Qiyomatning bo'ldigan vaqti to'g'risida bilim haqiqatan Allohning g'oyasidir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchizandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turadi. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. 31-sura Luqman 34-oyatni o'qidi. Keyin u kishini qaytirib kelinglar desa, u kishini topolmaydi. Ondan u Jibril bo'ladi. U sizlarga dininglarni o'tib qo'yish uchun kelgan dedi. Deyilgan. 64. 65. hadis yuqoriga o'xshashdir. 8-bob. İslam dinining to'rik erkanlaridan biri bo'lgan 5 namozning bayoni. 66. hadis. Talha radhiyallohu anhu mundaq deydi. Najd ahlidan chashlar cho'q bir kishi keldi. Uning go'ngshigan ovoz anglab turardi. Lekin biz uning nima da'vat qilganini tushunmaydik. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, nagahan islom to'g'risida so'rayotdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishdir dedi. U mening ustimga uningdan boshqa namoz bormi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga yo'q, lekin nafl namoz o'qisang bo'ladi deb, ondan Ramazon oyida ro'za tutishdir dedi. U mening ustimga uningdan boshqa ro'za bormi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga yo'q, lekin nafl ro'za tutsang bo'ladi deb zakotni tilga oldi. U mening ustimga uningdan boshqa nafl sadaqa bormi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga yo'q, lekin nafl sadaqa qilsang bo'ladi dedi. U kishi Alloh bilan qasamki, men buning ustiga ziyodami qilmayman, uningdan kamlik etmayman deganicha keyniga o'rilib maqanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bu kishi samimiy, rostchil bo'lsa, nijot topdi dedi. Buxoriy va Muslim. 67. hadis. Yuqoriga o'xshashdir. Buningda jannatga kiradi deyilgan.